O'quvchi ushbu JavaScript dastur kodini kompilyatorga yozdi. Dastur ishga tushirilgach, konsolga qanday natija chiqariladi? Hop. Savolimiz aslida bizni diqqatimiz qaratilishi kerak savolimizni mana bu qismiga. Siz buni keyin aytaman nimaligini. Men shunchaki sizga tushunarli bo'lishi uchun yozyapman buni. Siz avval qarang, mana bu ramkaga olingan qismiga qarang. Savol mana shu savolimiz. E'tibor bering. Let line degan bizda line degan endi siz nimaligini masalan birinchi marta ko'rayotgan odam line nima ekan deb hayron qolishi mumkin. Bu o'zgaruvchi nomi bu. Bu let degan endi o'zgaruvchi e'lon qilyapmiz-da biz. Lang degan bitta o'zgaruvchi nomi. Endi buni men aytsam sizga agar language degan so'zda bu. Shu so'zning mana bu bo'g'ini. Mana shu bo'g'ini lang. Language degan so'zda lang degan bo'g'inini o'zgaruvchi yasalgan. Inglizcha so'zda bu til degan. Xo'sh, shu joyimiz Pythonda berilyapti. Xo'p. Demak, line degan o'zgaruvchimiz bizda hozircha Python degan qiymatga ega, ya'ni stringga ega. Funksiya deyapmiz, function deyapmiz. Show language degan bitta funksiya nom. Show language degan endi tarjima qilgan so'zma-so'z tilni ko'rsat degan funksiya nomi yaratildi. Ha. Bu funksiyamiz nima ish qiladi? Bu funksiyamiz line degan o'zgaruvchi o'zi yaratadi bitta. U qiymati Java bo'ladi. Xo'p, va konsolga shu line'ga murojaat qiladi. Ya'ni o'sha line'ni chiqaradi. Line'da nima qilmoqchi chiqaradi. Bo'ldi. Demak, mana bu joyda chaqiriladi funksiya. Show language degan funksiya chaqiriladi va yakunda console long line, ya'ni log line. Yana bitta bizning eng tepada line'imiz bor edi. Shu chiqariladi. Bu yerda nima ish qiladi? E'tibor berasiz. Qiladigan ishi line Python degan qiymatdan ega. Men dehqoncha aytadigan bo'lsam, Python debman o'zi tushunarli aytadigan bo'lsam, line degan o'zgaruvchimiz ikki marta ishtirok etyapti. Bittasi funksiyadan tashqarida, bittasi funksiyaning ichida. Biz bilamiz, funksiya o'zgaruvchi ikki xil bo'ladi. Global yoki lokal. Global funksiya o'zgaruvchi butun hamma joyda ishtirok etadi. Funksiyaning ichida ham, tashqarisida ham global bo'lgani uchun. Lokal funksiya faqat e'lon qilingan joyda ishtirok, ya'ni qayerda e'lon qilingan. Funksiya ichidami? Funksiya ichida ishlaydi. Ma'nosi shu. Bizni chalg'itish uchun JavaScript o'zi oson narsa tuzilgan, lekin chalg'itish uchun shunday qilingan. Xuddi shunga ekvivalent men buni sizga ko'rsataman hozir. Qiladigan ishimiz boshladik. Line birinchi Python degan qiymat olib turibdi. Funksiyaning ichidagi line Java degan qiymat olib turibdi. Funksiyani chaqirganda funksiyaning ichidagi line, ya'ni chiqish kerak. Funksiya ichidagi line nima? Java. Chiqadi va funksiyaning tashqarisidagi line nima? Python. Chiqadi, tagma-tag chiqadi. Ana xuddi shu ishni bajaradigan endi bu tomonda, mana bu tomonga qarang. Xo'p, yana men aytaman sizga, global va lokal funksiyalar bor. Bu yerda global degan kalit so'z ishlatilmagan. Agar mabodo mana bu x ni o'rniga men globalsan deb mana bu yerga global yozsam, mana bu x'imiz global funksiya o'zgaruvchi bo'ladi-da, funksiyaning tashqarisidagi mana bu 10x degan qiymati unutiladi. Bo'ldi. Buning endi x ning bundan pastdagi uchraydigan qiymatlarning barchasi Cobaltga o'zgaradi. Men global degan so'zni qo'ysam agar, men qo'ymayapmanmi? Qo'yilmaganmi? Bu funksiyada ham yo'qmi? Yo'q. Bunda ham yo'qmi? Yo'q. Demak, funksiyaning ichidagi x Cobalt, funksiyaning tashqarisidagi x 10x qiymatlariga ega. Demak, def degan define funksiya yaratildi, e'lon qilindi. Funksiya degan bitta nomda x ga Cobalt berdik. Funksiyadan tashqarida x ga 10x berganmiz. Biz funksiyamiz qiladigan ishi x ga qo'shib chiqarasan avtomobili degan so'zni va funksiyani chaqirasan. Bu funksiya nima ish qilardi? X ga qo'shib berardi avtomobili degan so'zni. Yana bitta printimiz bor. Funksiyadan tashqarida turibdi. X ga qo'shib beradi avtomobilini. Tashqaridagi x ni qo'shib beradi endi bu. Mana bu x ni qo'shib beradi. Bunda bu x ni qo'shib beradi. Xuddi shu ishni mana bu funksiya bajaryapti. Bu yerda faqat Python, Java. Endi bu yerda bir-biriga narsa ishlasini qo'shmagan, faqat Python, Java turibdi. Birinchi Java, keyin Pythonni chiqaradi. Bizning javobimiz Java, Python mana bu javob bo'ladi. Mana bu misolimizda esa o'ng tomondagi misolimizda esa nima bo'ladi qarang. Birinchi Cobalt turadi. Mana Cobaltni qo'shadi bunga. Cobalt avtomobili chiqadi. Endi qo'shadi degani spitz qilib beradi, yopishtirib beradi. Mana bu probelning evaziga, mana bu probel bor. Cobalt avtomobili degan matn chiqadi.
Bu funksiya chaqirilganda. Ikkinchisiga x ga qo'shadi nimani? Mana bu yerda yana bitta probel bor. Tepadagi global funksiyamiz, global o'zgaruvchimiz 10x avtomobili chiqadi. Keling, ishlatib ko'ramiz ikkalasini ham. Oldim, tashladim. Mana Java, Python chiqdi. Endi bunisini oldim. Bunga tashladim. Ishlatib ko'raman. Mana Cobalt avtomobili, 10x avtomobili. Mana grammatik xato qilgan bo'lishi mumkin. Avtomobilni yozganimda balkim. Maqsadimiz mag'zini tushuntirish. Shu ikkalasi teng kuchliligini tushuntirish. Bu bilan bu teng kuchli. Bu ham bitta narsa ishni bajaradi, bu ham bitta ishni bajaradi. Ya'ni funksiyani tashqarisida o'zgaruvchi e'lon qiladi, funksiyani ichida o'zgaruvchi e'lon qiladi, ikkalasini ham ekranga chiqaradi.